أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم قرنداشlar. Biz sizlar bilan o'rtoqlashib kelayotgan programmamiz navbatdagi mas'uliyatimizninki ichidagi avval nima qilish kerakligini bilishimiz lozim degan temada bugun to'xtalib o'tmoqchi. Diqqatinglarni bergaysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Endi biz dunyoga yaratilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karimni hidoyat va nur qilib tushirib berdi. Demak, Qur'oni Karimda nurg'unlagan hukmlar, ya'ni buyruqlar va cheklimlar bor. Bularning ichidan biz eng avval nimani qilishning muhimligini bilmasak, bizning hayotimiz nihoyat cheklik. Eng muhim qiladigan ishni bilmagan holatda biz eng muhimni qo'yib, muhimni yoki muhim emaslarni qiladigan ahvollar yuz beradi. Shuningdek biz o'zimizning bilishcha eng muhim ishlar qaysi va eng muhim ishlarni bilish kerak degan temada bugun to'xtalib o'tmoqchi. Biz mu'min musulmon bo'lgan ekanmiz. Alloh subhanahu va taolaning bizga buyurgan buyruqlarini, cheklimlarini nihoyat yaxshi bilishimiz bu muhim. Ve Allah subhanahu wa taala bizlerge nurgulluğun buyruqlarını buyurdu. Bu buyruqnınki içinden hem de biz evvel La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip iman etiş, yine tevhidimizni mustahkemleş, tevhid kelimesinin çoğu, tevhidninki tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet, tevhid-i esma ve sıfatlarını toluq yaxshi bilish. Bu başta atıp bulanmaydıgan mesuliyetimiz, mecburiyetimiz. Demek hem tevhidni bilmegende bu insan Müslümanlıktan bu eğizi içiş, yine tevhidni tiliği cari kıldırmaganda, kalbi bilen tasdiqlamaganda, emeller bilen bunu çoğu ispatlamaganda özünü mümin dep dava kılış, bu bir doğru bolmagan bir dava buludu. Şunlaşkı biz evvel Fiqhul evleviyat, yani evvel en dastlabda qilishlik tegishlik ishlarni bilib olishimiz lozim. Biz bilishlik tegishlik, qilishlik tegishlik ishlar nihoyat ko'p. Demak, buyruqlar Alloh subhanahu va taoloninki bizga payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam orqali bizga avatgan, biz boshda olsak bo'lmaydigan, gunohkor bo'ladigan buyruqlar bir qancha turlik bo'ladi. Bunun ichidan cho'disi, ya'ni farz ayn. Yani farz ikki turlik bo'ladi. Farz ayn va farz kifoya deb. Endi biz mush aqida sohasida, ya'ni boshqa da'vat sohalarida va furuat, qo'shimcha prinsiplar deymiz. Bu sohalarda biz eng muhim qiladigan ishlarni bilib olishimiz intayin muhim. Xuddi nimaga o'xshaydi desa, hozirgi ummatning ahvoli bir kasal bo'lgan, og'ir kasal bo'lgan bir kishiga o'xshaydi. Demak, bu kasalga diagnoz qo'yib, bu kasalning eng og'ir kasalini avval topib chiqib, to'g'ri diagnoz orqali bu kasalni davolash intayin muhim bo'ldi. Demak, bu ummatning kasali, ya'ni biz bir insonga o'xshatsak, bu ummatning ahvolini, buningda yurak kasali bor, o'pka kasali bor, buningda tamrat kasali bor, teri kasali bor va boshqa kasallar bor. Biz endi hammamiz bu kasalni davolash uchun kasalga to'g'ri diagnoz qo'yolmagan vaqtda yoki qo'ydirmagan vaqtning o'zida bu kasalni xato davolaymiz. Eng muhim davolash tegishlik bo'lgan yer qaysi desa, yurak kasali ekanligini biz-chi bilmaymiz buni. Buni doktorlar biladi, mutaxassislar biladi. Shuning uchun ummatning kasalga diagnoz qo'yishda bir qancha olim, ulamo va yoki mush yetishgan mujtahid darajalik olimlarimiz bunga diagnoz qo'ydi. Bu diagnoz orqali biz kasalninki og'irini tepib chiqsak, dorini joyida beralaymiz. Agar undaq bo'lmay, biz masalan teri kasali nihoyat ko'rinishda saskinarlik kasal, tamrat kasali nihoyat bir og'ir kasal ko'rinishda. Lekin bu odamning hayotiga xavf yetkazmaydi. Shunga o'xshash insonninki
bu yaşayotgan muhitida, ya'ni islomiy yashaymiz, biz insoniy yashaymiz deydi ekanmiz. Eng muhimni tepib chiqish bu bizning eng muhim bir vazifalarimizdan birisi. Eng muhimni qo'yib, muhimni qilish yoki muhim emaslarni qilish bu nima desa, bu to'g'ri emas. Masalan, payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam masjidga kirdi. Masjidga kiribdi, masjidda bir qancha halqa bir yig'ilishib o'tirgan so'rlarni ko'rdi. Shu so'rlarning ichidan birisi arablarning nasablarini bildi ekan. Arablarning nasab bilimini, ansab bilimlarini bildi ekan. Palanning balasi palan yerdan kelgan, o bu deb nurg'ulg'an bilimlarni bu kishilarga dabbagal to'g'ayaga kelgan. Payg'ambarimiz bu bir bilim, lekin bu bilimni bilmaganga hech qanday bir bilmguchiga ziyon yo'q. Bilguchiga cho desa, bilguchiga bu ma'lum alohida manfaat olib ketmaydi. Shunlashqa eng muhimni bilimni, eng muhim bilimni tepib o'rganish muhim degan ekan. Ham Imom Malik rahimahulloh bir o'quvchisi masjidga kirib, masjidda shu dars muzokara qilgan vaqtda namoz o'quvli qolgan ekan. Imom Malik o'quvchisiga sening dars muzokara qilishing namoz o'qishingdan afzal degan ekan. Chunki namoz o'qish bu xususiy bir ibodat. Ya'ni nafl ibodatni demakchi. Bu bilim o'qish desa umumiy musulmonlarning ommatan hammasi uchun munosabatli bo'lgan ibodat degan ekan. Sonrasqa qarindoshlar, biz endi farzlarni farz ayn va farz kifoya dedik. Farz ayn degan nima desa, farz ayn degan har bir shaxs, har bir musulmon, baloat ketgan har bir musulmon, er bo'lsin, ayol bo'lsin, o'zi qilmisi bo'lmaydigan, gunohkor bo'ladigan bu farz. Farz kifoyachi desa, boshqalar buning o'zimi chiqib turdi. Kifoya degandan boshqalar qilib qo'ysa, uning uchun hech narsa bo'lmaydigan, gunohkor bo'lmaydigan farz. Bu farz zodi. Biz hozir farzlarni qo'yib sunnatni qilayotgan, farzlarni uchun bir qatim qilib bo'lgandan keyin o farz mustahabga sunnatga aylansa, yana shu gavlantirib taxmi farz kabicho muomala qiladigan kishilarga shunday muomala qildirishga urinadigan ahvollar oramizda yo'q emas. Demak, farz ayn qasi desa, farz ayn masalan bir musulmonlar diyorini kafirlar egallab oldi, ishg'ol qilib oldi. Buning aqidasini, ideyasini o'zgartirishga urindi. Irqiy qirg'inchilik olib bordi. Buning xotin bolalarini oyoq osti qildi. Bularni dafsanda qildi. Bu rayonni qutqizish shu rayondagi kishilarga avval farz ayn qarindoshlar. Va eng avval bilib olganimiz mana bu farz ayn. Farz ayn. Shu rayondagi kishilarni qutqizish, shu rayondagi kishilarning, shu rayondan chiqqanlarning mas'uliyati bu. Uning ularning kuch yetmasa, chambaraksimon holatda uning yendikiligi farz. Uningdagi yendikiligi farz. Shunga har qanday yerdikilar o'zining yurtini markaz qilgan asosda, o'zining vatanini markaz qilgan asosda harakat qiladi. Masalan, nurg'un jamoatlar bor. Bular diqqat qilsanglar, hammalarcha o'zining yurti, o'zining vatanini markaz qilgan asosda ma'noda. Nima uchun desa, bu oyatning mazmuni bu qarindoshlar. Biz xato tushunmaylik. Xato tushunmaylik. Farz kifoyachi desa, boshqa bir rayonda musulmonlar bo'zaq qilinishga uchrabdi yoki boshqa bir rayonda kishilar insoniy muomaladan sirt muomalaga uchrabdi. Buni qilish, bizga yordam berish bizning farz kifoya bu. Farz ayn turib farz kifoyaga manganlar bu to'g'ri qilmagan bo'ldi qarindoshlarimiz. Shuning biz avvalcha farz aynni oldingi o'ringa qo'yishimiz bu intayin muhim. Mana ma'lumot desa, bu siyosiy qismlarda bu. Masalan, birovnikin boshqacha desa, ibodat qismlarida bu masalan, ibodat qismlarida desa namoz o'qish deymiz. Namozniki farzni o'qish bu bizning boshqa tartib qilinmaydigan mas'uliyatimiz. Farzni o'qiymiz, sunnatni uchun o'qiymiz. Agar sunnatga vaqt chiqmasa, sunnat bilan farz ikkicha vaqt qistab qolsa, farzni o'qib sunnatni uchun qo'yib qo'ysaqmi, buni gunohkor bo'lmaymiz qarindoshlarimiz. Biz buni intayin muhim deb bilib olishimiz bu intayin muhim ishlarimizning birisi. Yana birisi Alloh yo'lida pul xarjlash. Alloh yo'lida pul xarjlash. Bu farz ish. Farz ish. Buni qanday xarjlaymiz? Alloh yo'lida pul xarjlashda biz Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam nima dedi desa, ibda bi nafsika summa ta'ul dedi. Avvalcha o'zingdan boshla. O'zingni ma'naviy jihatda, jismoniy jihatda kuchlantirish uchun shu pulni o'zingga xarjla. Anadan keyin sana qarashliq bo'lgan ayolingga, bolalaringga xarjla degan bo'ldi. Qarindoshlarimiz. Demak, bu hamda da'vat sohasida desa, farz ayn bo'lgan nurg'unlagan da'vatlar bor
va anzir ashratakal aqrabin. Ya'ni o'zing yaqin tuqqanlaringni, qavmingni, jamoatingni degan bo'ldi shundanmi? Ha. Qarindoshlar, biz o'zimizning mas'uliyatimizni tashlab qo'yib, farz aynni qo'yib, farz kifoyaga mangsak, Alloh subhanahu va taolo bizni kechirmaydi. Ha, bu nuqtani aniq bilib olishimiz intayin zarur. Demak, endi biz masalan buningki dalil pak nima desa, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون هم الفائزون. Demek Sure Tövbe'ninki 19 ve 20. ayetleri qarindoshlar. Mana bu oyatimizda Alloh subhanahu va taolo aja'altum siqayatal hajj va imaratal masjidil haram dedi. Sizlar dedi. Siqayatal hajj hojlarni sug'agan. Biz o'ylab baqala, u Saudiya Arabistonininki Makkaninki issiqlik temperaturasining qanchalik yuqori bo'lganligini 40-50 ga chiqdi masala. Shu vaqtda suv intayin muhim narsamdi. Yoki Zamzam bilan sug'agan va yoki quruq uzumni achilab qo'yib turib shundan sug'agan degan bo'ldi. Bu sug'agan kishilarni va imaratal masjidil haram dedi. Haram masjidini imorat ta'mir qilgan, obodlashtirgan, bu ta'mir obodlashtirish degan uni sog'gan masjidni, uni namoz o'qigan, uni asirgan, uni qo'g'digan, u masjidni alohida masjidni ayrilmagan, jamoat bo'lgan degan muchon shekirdi qarindoshlar. Mana musho hali hojlarni sug'agan va masjidlar haramni sog'gan va shu hojlarga ayndaq yaxshi bir sharoitlarni hozirlagan bu kishini kaman amana billahi val yawmil oxir va jahada fi sabilillah dedi. Sizlar Allohga oxirat kuniga ishongan, Alloh yo'lida jihad qilgan, manda kishilar bilan barobar deb qaramsizlar dedi. La yastawuna indalloh. Bu qat'iy barobar emas. Allah Teala inkar qildi bizningki amalimizning darajasini zodi darajalar o'xshamaydiganligini. Bu amallarningki ba'zini bu farz bo'lsin, farz ishning ba'zilari yerda o'z, ba'zilari osmonda bo'lganligi. Buning daraja bo'yicha mukofot berilganligini deyotdi buni. Bu Musa haram masjidini silishdan cho'ng ibodat masin bir rakat namoz 100 ming rakat namozga tayyor bo'lgan yo'q. Mushal boshqa masjidni qo'yib turlar qarindoshlarimiz. Demak, mush masjidni sog'gan, masjidga xizmat qilganlarni Allah oxirat kuniga ishnab, Alloh yo'l jihad qilganlar barobar jamsil dedi. Bu oyatning endi biz necha qatim takrorlab keldik. Oyatning sababi nuzul, tushish sababi. Hadisning wordul ahadis kimga qachon qanday yuz bergan masalan, buni bilishimiz intayin zarur bo'ldi masalan. Demak, oyatning sababi nuzul nima desa, bu yerdik masala Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamninki Masjid Nabaviyda Ali radhiyallohu anhu, Abbas radhiyallohu anhu, Talha radhiyallohu anhu uch nuqta qolgan dedi. Aşağıda bular bir munozirlashib qolgan. Bu juma kuni usti jumadan burun qishdaydi. Bu tafsiri Manarda bor, tafsiri Tabariyda bor mana. Boshqa sababi nuzulmi bor qarindoshlar? Sababi nuzuldan qaysi bo'lsin? Olimlar manchu kuchliroq degan hamda. Bular munozirlashgandan keyin shu yerda Umar roziyallohu anhu bor. Bular qanaqa qilsa hammasi o'zining ishini faxrlangan. Ba'zilari degan, men islom musulmon bo'lgandan keyin mushu hojlarni sug'urishdan boshqa qilmayman degan. Ba'zilar bo'lsa Talha deganki, men de Makkaning ochiqchasini saqlab, men Ka'baning shuni xizmatlam qilaman degan. Ali roziyallohu anhu bo'lsa, men degan Alloh yo'lida jihad qilma, Allohning dinini ustunligiga qilma degan. Deganda mana bu oyat tushdi. Qarindoshlarimiz. Demak, shaxsiy qilgan ibodat bilan umumiy musulmonlar qilgan, umumiy xalq qilgan ibodatning farq bo'lganligi. Yana birisi Alloh yo'lida qilingan jihadning, bu jihadningki Payg'ambar alayhisalom Makkada 13 yil jarayon qilgan masalan da'vat jihadi, tashviqot jihadi, o'qitish jihadi, hammasi iqtisodiy jihat, yordam qilish jihatlarni tatib, oxiri desa, da'vatlar, shu erkinliklar to'sqinlik uchragan vaqtda qurolli qilgan jihad qilishlik hammasi buni kirdi qarindoshlar. Demak, bu jihad qilganlarni buni barobar deb qaram, la yastavuna indalloh. Allohu la yahdil qawmaz zolimin. Alloh taolo zolim qavmni yaxshi hidayat başlamaydı. Hidayetlik başlamaydı. Demek biz Allah subhanahu wa ta'ala beraber bulanmaydı dedi. Beraber bulanmaydı dedi. Dinin yolda mangan, dinin hizmetini kılgan, hukuk tüşlen, ta'lim terbiye bilen
ma'rif bilan shug'ullangan kishilarning darajasining naqadar yuqori bo'lganligini mana bu oyatdan ko'rib olsak bo'ldi qarindosh. Bu oyat bu sababi nuzul bu olimlar tafsiri manarda eng ishonchlik bo'lgan sababi nuzul mana mushu degan. Bu Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu o'zi xabar qilgan bir asar bu. Sababi nuzul to'g'riliq. Qarindoshimiz. Demak, bu yerda biz Alloh taolo inkor qilyapti. Muda qilamiz sizlar. Ya qılamsizlar deb so'rab qo'yishimda, la yastavuna indalloh. Allohning dargohida bu barobar emas dedi. Barobar emas. Vallohu la yatil qawmaz zalimin. Ba'zilar dedi bunda barobar deb qargan, eng muhimni qo'yib qo'yibcha, muhimroqni undan to'g'riroqni qilganlar yoki shunda qarab qolganlar bilib turib mangacha bo'ladi zalim degan mazmunni chiqargan. Qarindoshimiz. Biz avval nima qilish kerakligini bilib olishimiz muhim. O'zimizning kallamizcha, o'zimizning ideyimizcha, shunday qildim. Men bunday qilsam to'g'ri bo'l deb lakin ijtihod qilib menam kelsak bo'lmaydi masalan. Bizning boshlat bilanmaydigan mas'uliyatlarimiz, majburiyatlarimiz o'zimizning uchun. Va akhrijuhum min haysu akhrajukum. Alloh taolo sizlarni chiqayotgan yerdan shu tajovuzdan chiqayoting degan buyruqcha amal qilishimiz, buning uchun harakat qilishimiz, sog'lom aqidalanishimiz kerak. Biz e'tiqoddan, iymondan voz kechib turibchi buni ishni qilamiz deb maqsad xatolashib qolamiz qarindoshlar. Demak, Allah yo'lida pul xarjlashmi? Nima bo'ldi desa, zakatni Alloh taolo zakat deb atadi, chiqimni chiqim deb atadi masalan. Buni nima desa, avval xarjlaydigan chiqim nima bo'ldi? Farzga xarjlaymiz. Naflga, uning buning emas. Farzga arkan asosga. Farz nima? Da'vat qilish farz. Farz nima? Kishilarni dinsizlikdan saqlab qilish farz. Kishilarni iymon e'tiqodli qilish farz. Bir sağlam bo'lgan idealni barliq keltirish farz. Buning uchun Alloh yo'lida pul xarjlash kerak. Alloh subhanahu va taolo nima dedi desak, yana bir oyatda la yastavi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Mana bu oyatning o'zida Alloh taolo yana shunda amallarning barobar bo'lmaydiganligini aytadi. Qanday desa, sizlar azatlıktan burun dedi. Azatlıktan burun çıkım qilgan kishilar bilan dedi. Alloh yo'lida urushgan kishilar bilan azatlıkdan keyin pul xarjlagan Alloh yo'lida urushgan kishilarni barobar deb qaramsizlar. Mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin xarjlagan pul o qilgan xizmatlar jafolar, mustaqil bo'lishdan burun qilinchi. Hargiz barobar bo'lolmaydi demakchi. Bu fathidan ba'zi olimlar Hudaybiya sulh debdi, ba'zi Makka fathi debdi. Qanday qilmoqmisin? Islom ojiz. Musulmonlar ojiz vaqtda xarjlangan pul, qilingan xizmat hammasi shu. Allah'ın derisi yuqori bo'lganligini bundan çok biz bilib olsak bo'ldi qarindoshlarimiz. Alloh taolo mishaddim dedi, la yastavinkum man anfaqa min qabl al-fath. Azatlıktan burun xarjlagan sizlarning pul xarjlagan kishilar bilan azatlıkdan keyin pul xarjlagan, Alloh yo'lida urush qilgan, qurolliq jihad qilgan kishilar la yastavuna indalloh. Shunga bir hadisda sabaqa dirhamun ala 100,000 dirham. Sahih hadis bu. 1 dirham pul, $1 pul $1 pul, 100,000 dollar pul, 100,000 dirham pul bunun darajasi yo'q dedi. Qanday desa, bir odamning iqtisodi yo'q, namrat, muhtoj turib, boshqacha kishilarga muhtoj yerlarga, eng muhim farz yerlarga, da'vatga, tashviqotga, ma'rifga, jihodga xarjlagan pul, bir odamning 100,000, 200,000 puli bor, undan cho'lsa 5-10 ming xarjlab qo'ygandan uning darajasi yo'q degan bo'ldi. Demak, ba bilan yo'qning o'tirisida o'zing nafsi bilan kurash qilib turib Alloh yo'lida xarjlagan pul, xarjlagan pulchi bu darajasi bak yuqori demakchi. Va kullu ma'adallohu al-husna oxirida Alloh taolo hammaga jannatni va'da qildi. Jannatning darajasi har bir daraja osmon bilan zamin o'tirisidagi farq bor demakchi qarindoshlarimiz. Shunga biz eng avval qildigan ishni bilib olishimiz intayin muhim. Masalan, yana bir eng muhim bo'lgan bilib olish tegishli ishimiz nima desa, insonlarning haqqi Allohning haqqidan oldingi o'rinda turdi. Masalan, insonning haqqi va ekan, Allohning haqqi va ekan, biz insonning haqqini beramiz. Buna desak, endi kallamizga bu sig'maslik mumkin. Masalan, bir odamning qarzi va ekan, zakot qilgan zakoti va ekan, avval qarzni berdi. Bir odamning qarzi va ekan, haj qilish sharoiti va ekan, avval qarzni berdi. Bu qarz bu odamlarning haqqi, chunki u qarz egisi bak muhtoj. Alloh taolo muhtoj emas. Mana shuni tushunlik qarindoshlarimiz. Demak, qarz oldingi o'rinda turdi.
Muşu biz en mühim kıldığı işini vatandan buldu, müşaheden bulvadı da hazır. Mesela bir misalga alsak, hecdeyli. Hecni Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ömürde bir ketim kılgan, farz hecni. Ömür hecni 4 ketim kılgan. Hazır Peygamber Aleyhisselam'dan köprek gazık vatkenler nahayeti köp aramızda. Hem de davet için, ticaret için, başka işler için ya ayağını apırış, mahrem bulup ayrı mesele kardeşlerimiz. Lekin pul tapsaklam aşağı dua icabetken deplam bir verişinin üzeri bu yerde kişiler aç yalanaç tutsa va ço okutuş to'xtab qolgan tutsa, nurg'un bolalar o'qiyanmay ço ishlashga majbur bo'lgan tutsa, bular pul hatta o'zining bolasi shu kishilarning. Herhangi bir bo'lganlarning o'zining bolasi ço bir o'qituvchi ustoz elib yoki mablag' silib bolalarni tarbiyalamay, bolalarga zulm qilib, oyoq berib o'ltirib. Bu dua icabet degan gap shartsiz degan gap emas qarindoshlarimiz. Biz amr ma'ruf nahiy munkar qilmasak, bizcho duoyimiz ijobat bo'lmaydi. Haramda o'zing bo'lmaydi bu. Şu haramda 20 neçilin yap dua qıvatıdı, qanı ijobat bo'lgani. Masalan, balkim ona bir hikmat bo'lishi mumkin. Ya ahiret derisini bo'lishi mumkin, duoning ijobat bo'lishi ham ba'zi bo'lmasligida. Masalan, biz ham nurg'ulgan qan duoyimizga ijobat bo'lganligini qarindoshlar bilyapmiz. Xalqaro siyosiy vaziyatlar o'zgaryapti, nurg'un harakatlar bo'lyapti. Biz Allohga yaqinlashsak, inyansurkumulloh fala g'aliba lakum. Agar sizga Alloh yordam qilsa, hech qandaqcho mag'lub qiluvchi yo'q sizlarni. Mag'lub qilolmaydi dedi. Biz buning ishimiz qarindoshlar. Biz dindan yiroqlashib turib, diniy-cho bizning asosiy yadroliq manfaatimizni yiroqlashib turib, qizilsiqni o'tab turib, hech qanday g'alaba erishamaymiz. Ma'no qilganimiz yana qo'sin qarindoshimiz. Farzajni qilib bo'lganlar, qatnaverish to'g'ri emas. O'zining bolalarini, yo tuqqanlarini, yo shu millatning farzandlarini o'qitish bu intayin muhim masala. Mana vaqtni tushunlar. Ha, shuna biz o'zimizning-cho odam yetishtirish, odam qurilishi yaxshi bir-cho kelgusidagi yaxshi bir insonlarni yetishtirish qurilishiga mablag' soldi. Bu gerçi ko'rinmasmi? Masalan, massalang desa, nurg'un kishilar pul tejash mumkin. Lekin masjid kiritgan odam yoki masjidga imom xatib bo'lgan kishi yoki masjidga da'vat qilgan kishini tarbiyalayla maning desa, uningga yoqtish mumkin. Chunki u ko'rinmaydi. Chunki u riyo sumatning xoli holati bo'ladi masalan. Chunki oyatda Allah subhanahu va taolo man yuqridulloha qardan hasana fayudha'ifahu lahu va lahu ajrun karim. Kim Allohga qarz berib turdi ekan, qarz hasana deydi. Nimish qarz hasana? Alloh qarz lozim emas. Allah'ın diniga, o'qitishga, madrasaga, maktabga, da'vatga buniga pul lozim. Pul bo'lmaydi. Masalan, qarz hasana bo'lishi uchun birinchi xolis Alloh rizoligi uchun bo'lishi. Ikkinchisi desa, shu kishi shu qilgan iqtisodiy ibodatni minnat qilmasligi. Uchinchisi desa, shu ibodatni oxiratga olib ketalaydigan bir yaxshi bir axloq bilan turish kerak. Nurg'un ishni qilamiz, minnat qilamiz. Nurg'un masalalar chiqadi bizning qarindoshlarimiz. Biz bunga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Shuni biz bu oyatning oxirisida nima desa, aja'altum siqayatal haj va amalatal masjidil haram kama amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasawuna indallah. La yasawuna wallahu la yahdil qawmal zalimin deb qo'ygan allazina amanu wa hajaru vajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Bu qanday kishilar bu desa, bu jannat kirdigan kishilar aman Allohga ishongan, tavhidi mustahkam, aqida mustahkam, aqidaga aloji kuch chiqargan, u dinsiz bo'lib ketmagan, dinsizlik yo'l qo'ymagan degan bo'ldi. Va hajaru o'zining vatanini tashlab, dini uchun, e'tiqodi uchun-cho vatanini tashlab, nurg'un tuqqanlarni tashlab Alloh yo'lida mangan. Vajahadu Alloh yo'lida jihad qilgan. Allah yo'lida fisabillah deb qo'ydi shunga. Fisabillah bo'lmagan narsa qabul qilinmaydi. Bi amwalihim va anfusihim. Iqtisod orqali. Avval pulni dedi ya. Nima uchun desa, pul bo'lmasa, pul orqali jihad qilinmasa, din qutqizilmasa, vatan millat qutqizilmasa, buni qilib olmaydiganligi bundan chiqib turdi. Va anfusihim jallar orqali issiq jinini, melini birdi. Va ulaika humul faizun. Ana aşılar ulağınca nicatlık erişkiçler edi. Biz dikkat kıldık kardeşlerimiz. Biz hatalığı sadır kılıvermeyli. Menden başlap. Biz üzümüzün çoğu tekşürle. Biz evvel muhim kıldığı işini bileyle.
Evveli kasip bunu alim ulamalar biladi. Zakat araydigan ish olsunmi, haj etadigan ish olsunmi nima deymiz? Bu qiziqarli ish bu. Birisi keladi. Ha bu tulxutunga yordam qilish ajoyib zot bak savob bo'lgan. To'g'ri. Tulxutunga yordam qilsak savob bo'ldi. Lekin bu eshib kelsa bo'lmaydi. Shu İmam Navaviy rahimahullohning davrida hammadan fiqhga deydi. Diniy o'quv o'qitishga mingavergan ekan. Shu yerda bir nasara, bir yahudi doktor bor ekan, İmam Navaviy rahimahulloh ochiqlagan ekan. Nima uchun bu doktorlik bilimini o'rganmaydi u? Buni farz ayn tursa deb ranjigan ekan qarindoshimiz. Tulxutunni zodi qilsak bo'ladi, lekin oshirib etsak bo'lmaydi. Shu hadisda as-sa'i alal armalati val miskin kal mujahid fi sabilillah hadis bu. Ha, tulxutunga miskinmi ba'xirista, miskin degan kim? Miskin degan ayoli va, balasi va, eri va, ijara to'lanmagan, qiyinchilikda atgan, kasb topolmagan, ishsiz qolgan, musabib Yevropaga u yerda ketishga majbur bo'lgan, ketib bo'lgandan keyin nurg'un qarindoshlar pushaymon qilgan qarindoshlar. Iqtisodiyotga sabablik bularcho ashunda ketishga majbur bo'lgan qarindoshlar. Bu miskinning aymalarning keyinda bor qarindoshlar, bularni qildi. Tulxutun qilish to'g'ri, yetim qilish to'g'ri. Oshirib etsak bo'lmaydi. Hammasini normalda qilish kerak. Islom unda eshib ketishni, oshirib o'tishni cheklaydi. Şuna biz evvel muhim qildigan ishlarni bilib olishimiz. Buni olim ilmdan so'rashimiz kerak. Masalan, birisi kelib nima deb, men falon ish qildim, qolganini qilmaydim. Ana u nazar qilgan bo'lsa ayrim gap. Lekin zakat faloniga kiyim olib birdim, yo oyoq olib birdim, pulni qo'lga olsam bo'lmamdi, uni hajab ketgan. Shu ehtiyoj bo'lgandan keyin shu zakatni shu hajaydi u. Uni oyoq olib bersa, o oyoq ehtiyoj bormi yo'qmi masalan? Uning kallasida yetib ketkichlik ajr savob bo'ldi deb qaraydi. Unda bo'lmaydi bu yerda. Uning ajr savobi shu olim ulamo biladi, nimaligini, eng muhimligini shu bilish kerak. Hattoki bir tafsirda men shuni ko'rib hayron qoldim. Zakatni bu yerga bermoqchi bo'lsangiz, siz birdigan ko'nglingiz shu yerga tatsa, shu birdiga ishki ekan, ko'nglingiz tatmag'ini ko'radi. Chunki adamning nafsi adamga xushomat qilganga, voy deganga, voy deb qo'lvoqlab turganga bagis keladi. Savob to'lab ketadigan gap qarindoshlar. Biz shunga hamma ishni olim ulamodan so'raylik. Qur'onda deydi-ku: "Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Agar bilmasang bildigandan so'rang dedi. Olim ulamodan so'rsak bo'ladi. Hamma yo'limiz olim ulamodan so'rash orqali qilmasak, buningda hech qanday masala chiqmaydi qarindoshlar. Shunga bu bizniki eng avval nimani qilishimiz kerak degan bu bir yurish darsimiz. Bundan keyin inshaalloh davomlashadi. Bu shunday sistemlik ko'rgan va taqatgan va paylagan qarindoshlar Alloh subhanahu va taolo aslab ajr bersin. Xatolik bo'lsa, o'zimdan, to'g'ri bo'lsa Alloh subhanahu va taolodan va oxiri da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.